Koreyaga o'zi mani birinchi uchirgan shamol shu Sidora kosmetikasi. Ayol kishining go'zalligi nimada? Yuzidami yoki ichki dunyosidami? Menimcha ichki dunyosida. Bo'lmasam siz rosa ichingiz toza ekan, juda chiroylisiz. Ko'stimasi Rahmat. mashalloh. Koreyada hamma narsa tabiiy, lekin chiroyli. O'zlarini saqlab qolishi ham, yosh olib yurishlari. Bizda masalan O'zbekistonda suniylashib ketgan. Lab, burunjoq, qosh bir xil bo'lib ketgan hamma. Dadamashni o'xot qilmaydi-da, faqat ukollar qilib, o'shan bilan chiroyli bo'lib yurishni xohlaydi, lekin men tushuntiraman. Birinchi o'rinda parvarish. Xohlayman shu O'zbekistonda shunaqa o'xotlar qilib chiroyli bo'lib yurishni. Siz chiroylisiz, ko'stimasi. Kulgili voqea. Koreys bolamani sevib qoldi, yaxshi ko'rib qoldi, uylanmoqchi dedi-da menga. Ha, bo'pti, kelaver, tengmisan, osh yeb ketadi mehmon bo'lib. Olib kel, uyimizga sovchilikka olib kel, osh yeb ketadi. 3 kundan keyin turishga chiqib ketib qoldim. Ayol kishiga eng katta ishonchni nima beradi? Go'zalligi beradi, o'ziga ishonchi baland bo'ladi. Masalan, qaytadan bir nuqsoni bo'lsa ham, ishonchi past bo'ladi o'ziga ayol kishi. Imkoni bor. O'sha imkonli niyatlardan foydalangan holda to'g'rilab, o'ziga ishonchini yana ham baland qilishning ilojisi bor hozir hamma narsa. Hammaga sog'lik tilayman. Rahmat katta.